Assalomu alaykum, Cherry Xorazm obunachilari. Bugun sizlar bilan 7 Pro Max avtomobilini 26-yil restyling variantini ko'rib chiqamiz. Avtomobilimiz eng asosiy yeri mashin polni o'zgargan, lekin bahasi shu o'zining avvalgi bahasida qolgan. Elde dizaynlari, reshotkasi, tumankalari boshqacha dizaynda chiqqan, o'zgarib. Balonlar o'zgargan, balonlarning razmerlari 7 Proda 19lik diskada chiqmagan. 7 Max'da toza 26-yil restyling variantida 19lik saka diska bilan jihozlangan. Ichki dizaynlarga keladigan bo'lsak, ichki dizayni Polni 8 Pro avtomobilini dizaynına moslashib chiqqan. Salonlari korishniy. Patologlari o'zgargan, avval sveti boshqacha bo'lar edi, hozirgi svetlari qora rangga chiqqan. Mashin polni ichki dizayni o'zgargan, avvalgi dizaynlarini videolarda ko'radigan bo'lsangizlar farqi jolladim. Orqa dizaynlar o'zgargan, farlar o'zgargan, buferlar o'zgargan. Lekin shu olish tartibi shu o'zining bahasida qolgan. Rassroshka, kredit, naqd variantda sotib olsangizlar bo'ladi. Agar naqd olinadigan variant etsangizlar 25 million foyda bilan xarid qilsangizlar bo'ladi. O'zining bahasi 365 million. Naqd variantda xarid qiladigan bo'lsangizlar 345 milliondan 7 Pro Max'ning restyling variantini xarid qilsangizlar bo'ladi. Ichki dizaynini o'tirib ko'rsangiz, monitorlari, barlari 8 dizayndan chiqqan polni. Sizning ham pamiyatlari bo'ladi. Shu avvalgidan 1.6 turbina motor, korobkasi variator, 186 ot kuchi, motorlari shu narsada o'zgarmagan, dizayni o'zgargan. Skors rechaklari xrustalli bo'lib ishlangan. Bellar ham karbon dizaynda ishlangan. Avvalgisidan ustunliklari ko'pdim. Shu hammani qiziqtiradigan savol, bahasi o'zini avvalgi dizaynda qolgan. 7 Pro Max avtomobilini test drive etib haydab ko'radigan bo'lsangizlar, Cherry avtosaloniga kelib, yozilib, g'altin yo'llarda, yomon yo'llarda haydab ko'rib, test drive etsangizlar bo'ladi. Hadoy taraflardan ham zo'rdim. Kur 7 Pro emas, boshqa mashinalarni ham test drive etib haydasangizlar bo'ladi. Olish tartiblari, skidkalari, rassroshka, kredit hammasini tushuntirib, to'liq ma'lumot berib bilamiz, keladigan bo'lsangizlar. Avtomobilimizni rejimlariga keladigan bo'lsak, 6 xil rejimda yuradi. Standartniy, sport, zimniy, doshli yo'llarda 4x4 4 balonni tortadi mana. Ustunlik tarafi boshqa mashinalardan shunda. 7 Pro'ning o'zi 3 xil pozitsiyasi bor. Bu eng 1 bilan 2 dan farq etadigan glavniy yeri motori kuchli bo'ladi, 4 ballonni tortadi 4x4. Xohlasangizlar o'zgartirib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Kuralni tortadi, ekonomikda haydasangizlar ham bo'ladi. Shunga yarasha rasxod ham oz bo'ladi. Birinchi bilan ikkinchini atadigan farqlari shu narsada bo'ladi. Ikkinchi 7 Pro avtomobilimiz dizayni shunday bo'ladi, ko'rinishi. Motor qismi 1.5 turbina bo'ladi. Bunda 1.6 turbina. Buni 4 ballon tortadi. İkinci pozitsiyasini 2 ballon tortadi ko'ri. 7 Pro Max restyling varianti haqida qiziqtirgan ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga bog'lansangizlar to'liqroq ma'lumot beramiz. Test drive etib haydab ko'rish uchun Cherry avtosaloniga tashrif buyurishlaringizni kutib qolamiz. Manzilimiz shu, Xiva Qurg'onda, Xon bozorining to'g'risida joylashgan.